Salom. Bugun sizlar bilan video olamiz. Videoni boshlaymiz do'stlar. Mana qani ketdik. Va daraxt kovlashdan boshlaymiz. Albatta meni kanalimga like bosib qo'yinglar. Men uchun bu juda ham muhim. Obuna, like. Qani ketdik. Bo'l, tezroq. Mencha. Endi esa serverga kiramiz va buni bitta qo'yamiz, bunday qilamiz. Ha, server va yetar. Endi Minecraft o'ynayapman, shuning uchun hali bilmayman uncha. Nimaga? Versda yasab olaman. Nimaga qo'yilmayapti? Bu endi qo'yildi. Ustiga bosamiz. Tayoq yasaymiz, tayoq bo'ladi, yetadi. Isilib. Eng kirgan boltani olamiz. Yana daraxt kovlashga ketdik. Like, obuna bosib qo'yinglar. Bugungi maqsad chiroyli uy qurish. Hamma narsani oldim. Endi nima qilsam bo'ladi? Mushuk? Mushukka gul berish kerakmi? Yo'q, gul berish kerak emas shekilli. Seni tutib olaman. Yo'q, men chalg'imasligim kerak. Tezlikda turibdi ekan. Hozir daraxt qo'yib boryapman. Kurkani olamizda daraxt to'tqush. Anetta ko'miram bor ekan, o'shalarni ham ko'lib olaman. Bu yerga qanday chiqsa bo'ladi? Chopishga to'g'ri keladi. Nima bo'lib ketdi? Do'stlar, tosh qazib oldim. Endi videoni yoqdim. Shuning uchun ko'p vaqt ketib qolyapti. Shunga yana tosh yo'lab oldim. Endi uy yasashga boramiz. Uy yashash. Joy topish kerak bo'ladi. Joy mana shu bo'ladi. Bo'ladi menimcha. Yana tosh yo'lab mayli qo'ying. En sekin uy to'xta. Fundamentdan qurishni boshlam, yaxshi ayta olmayapman просто. Fundamentni nimadir bo'lsa ham. Do'stlar, men daraxt kovladim hozir. Endi verstakka yo'q emas. Tekslab chiqamiz. Bir g'alati o'ynayman deb o'zim. Tekislab chiqib bo'ldi, endi verstakni chopamiz.
daraxt kovlashga kirishib ketdik.